to'satdan qaynanangiz zavtrak ko'zga kelib qolganda tayyorlab beradigan pechonni. Ishimizni terkadan chiqqan margarin bilan uni kroshka qilib olishdan boshlaymiz. 1 choy qoshiq razrixlитель, 1 chimdim vanilin. Bitta tuxum, 100 ml muzdek suv. Unaqa ko'p mushlamasdan morozelkaga qo'yib qo'yamiz. Krem uchun eng ideal chiqadigan Dats gushonkalardan foydalanib sariyoli krem qilib olamiz. Xamiridan tortib kremigacha to'liq yozma retseptini kommentariyada yozib qoldiraman. Tayyor kremimizni xolodilnikka qo'yib xamir yoyishga o'tamiz. Xuddi videoda ko'rsatilganidek bir nechta bo'laklarga bo'lib olamiz. Xamirim ko'mir chiqsin desangiz, margariningiz slayonniy testo uchun degandan foydalanasiz. Ishim tezroq bitsin desangiz, kechki payt folgadan xuddi may yasab olgandek qolipchalar yasab olasiz. Aytgancha, bu pechonnining haqiqiy nomi mini napoleonchiklar. Xohlasangiz, qaynanangizni tog'orasiga ham qilib bersangiz, duolarni tagida qolib ketadi. Shunaqangi xamirlari ko'mir chiqadi. Yaxshilab sovib olgandan keyin qoliplardan chiqarasiz. Bo'lmasam sinib ketadi. Krem ham erib ketadi. Boya xamir kesganimda chetlari qolib ketganida, ana o'shalarni ham bitta pishirib, yana ham mazaliroq bo'lsin deb yong'oq bilan kroshka qilib oldim. Dats gushonkalar bilan bo'lsa, yana ham mazali. Sevaraxon, nonushtaga bu necha minutda pishadi desangiz, bor yo'g'i 15 minutda pishadi. Yurakchani bosib, yaqinlaringizga videoni jo'natib qo'ying. Bilasizku, ko'nglim ko'tariladi. Mazasiga gap bo'lishim emas, olinglar. Hozirgi kunda hamma pechonnilarimga-yu nonushtalarimga ishlatadigan Dats gushonkalarni aynan sirniy lavka do'konlaridan xarid qilaman. Umumiy 34 ta filialiga ega bo'lgan sirniy lavka do'konlarida aynan Dats gushonkalariga katta chegirmalar ketyapti. Chegirmadan foydalanib qolishingizni tavsiya qilib qolaman.